هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Abasa tafsiri 1. ayetden başlap okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diqtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Abasa 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Abasa Mekke'de nazil bolgan 42 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Yeniga ama kelgenligi üçün Peygamber aleyhisselam terin türdi ve yüzünü örüp aldı. Ey Muhammed, nimi bilisen? Belki o senden ağam marifet bilen günahlarından paklanışı mümkün. Ya ki vaaz nasihat anlap onundan paydalanışı mümkün. Özünü imandan bir hacet hesaplaydıgan adamga kelsek, sen onunla yüzlensen, yani onunla kulak silip tebliğ kılışkı köngül bölsen. O küfrden, günahlardan paklanmasa, sana nimi zihni idi. Senden marifet tilep, Allah'tan korkan aldı yügürep gelgen kişiyi kelsek, sen onunla karamay koysan. Bunundan keyin onda kımığın, bu ayetle vaazıdır. Halıgan adam onundan vaaz nasihat alıdı. O, yani Kur'an ayetleri kımmetlik, kadri yukarı pak sahibelerge yazılgandır. O, hürmetlik, yaxşı periştilerden boğan, pütükçilerden kolududur. Peygamber aleyhisselamның közü aciz kişi Ummu Mektum'a çırayın türgenliki üçün Allah Teala'nın onunla kayıganlık doğrusuda. Köplegen tefsiri şunasla mındaq deb bayan kıldı. Bir günü Peygamber aleyhisselam iman etip kalamıken degen niyette Kureyş katı başlarına vaaz nasihat kılıp atkan idi. Şu arada ilgiri iman etkanlardan biri boğan İbni Ummu Mektum kirip gelip Peygamber aleyhisselamdan bir nəsilen soraşkı başladı ve sualını toxtatmadı. Peygamber aleyhisselam Kureyş'nin katı bişiğe kılıp atkan sözünün üzülüp kalmaslığı üçün İbni Ummu Mektum'nun bu vakitte gep kılma jim turuşunu ümit kıldı ve onun çırayın türüp, yüzünü örüp, heyliqi ademge qardı. Şunun bilen Allah Teala bu ayetini düşürdü. Yeniga ama kelgenligi üçün Peygamber aleyhisselam terin türdi ve yüzünü örüp aldı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nimi bilisen, belki o senden ağan marifet bilen günahlardan paklanışı mümkün. Yani senden ağan bilimle bilen o paklanışı mümkün. Ya ki vaaz nasihat anlap onundan paylanışı mümkün. Yani o vaaz nasihatlerini anlap haram işlerden yenişi mümkün. Özünü imandan bir hacet hesaplaydıgan adamga kelsek, sen onunla yüzlenirsen, yani onunla kulak silip tebliğ kılışkı köngül bölüsen. Yani sen yeliqi bay katta başını hidayet tip kalarmıken dep onunla söz kılışkı yüzlenirsen. O küfreden, günahlardan paklanmasa, sana nimi zihni idi? Yani sen o kafirinin günahlarından paklanışkı mesul emezsen. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Senden ma'rifet tilep, Allah'tan korkan aldı yügürep gelgen kişiyi kelsek, yani senin
deganlaringni anglab, hidoyat tepishni orzu qilib, qishingga kelgan odamga kelsak, sen uningga qaramay qo'ysan. Ya'ni sen uni qo'yib, boshqa ishlar bilan bo'lasan. Alloh taolo bu vaqtdan boshlab payg'ambarining va'zi nasihatni faqat bir kishiga qilishni maqsad qilmasdan, aksicha martabasi yuqori to'van, boy faqir, xo'jayin qul, ayol, cho'ng kichik hammasiga o'rtaq qilishga va so'rinda ularga barobar muomalada bo'lishga buyurdi. Uningdan keyin Alloh taolo xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Alloh taoloning shunday qilishida o'zining cho'ng bir hikmati va keskin pokiti bordir. Abu Ya'la va Ibn Jarir Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ko'r Ibn Maktum bir kuni payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, uningga meni to'g'ri yo'lga boshlab qo'ygan dedi. Payg'ambar alayhissalomning qishida mushriklarning katta boshlaridan bo'lgan bir odam bor edi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uningdan yuzini o'rib, heliq odamga qarab, uningga sen mening degan so'zlarimdan biror taslikni his qildingmi dedi. U odam yo'q deb javob berdi. Bu chaqda Alloh taolo Ibn Maktum haqida yeniga amo kelganligi uchun payg'ambar alayhissalom tarin turdi va yuzini o'rib oldi degan oyatni tushirdi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan, lekin bu hadisni Aishadan rivoyat qilganligini bayon qilmadi. Bu hadis yana Imom Malikning Muatta degan kitobida shunday rivoyat qilindi. Qur'onning sifatlari to'g'risida buningdan keyin unda qilmagan. Bu oyatlar va'zdir. Ya'ni bu sura martabasi yuqori yoki tuvan kishilarga bilim yetkazganda va va'z nasihat qilganda ularga barobar muomalada bo'lishga qilingan bir tavsiyadir. Qatada va Suddi Alloh taolaning buningdan keyin unda qilmagan bu oyatlar va'zdir degan oyatidagi bu oyatlar degan so'zdan Qur'on ko'z tutiladi. Ya'ni oyatning ma'nosi bu Qur'on va'zdir degan bo'ladi dedi. Xohlagan odam uningdan va'z nasihat oladi. Ya'ni xohlagan kishi bütün ishlarida Alloh taoloni eslaydi. Bu oyatning xohlagan kishi bütün ishlarida payg'ambar alayhissalomga tushirilgan bu vahiydan va'z nasihat oladi degan ma'noni berish ehtimoli bor. Chunki bu yerda deyilayotgan so'zning temisi payg'ambar alayhissalomga vahiy qilinib tushirilgan bu sura to'g'risidir. Ya'ni Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori sahifalarga yozilgandir. Ya'ni bu sura yoki va'z nasihat yoki bularning har ikkilisi, balki Qur'onning hammasi qimmatlik, qadri yuqori sahifalarga yozilgandir. Ya'ni qimmatlik, qadri katta, nopoklikdan xoli, ortiq kam bo'lib qolmagan sahifalarga yozilgandir. U hurmatlik, yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. Ya'ni u farishtalarning axloqlari esil, chiroyli, hurmatlik va qiliqlari pok va qusursizdir. Shuning uchun Qur'onni yada olgan odam o'zining ish harakatlarida va gap so'zlarida haqchil bo'lishi va to'g'ri yo'l ustida menishi lozimdir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onni o'qishda qiynalmay ravon o'qigan kishi hurmatlik, yaxshi farishtalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni qiynalib o'qigan kishiga ikki qat savob bor. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Tirmiziy, Nasa'iy va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İnsonga la'nat bo'lsinki,
u ajab kafir bo'ldi. Allah uni nimadan yaratdi? Allah uni abi manidan yaratdi. U to'liq yaratilib bo'lguncha Allah uni bir qancha bosqichlarga bo'lib paydan-pay yaratdi. Ondan uningga mağar yo'lini osonlashtirib berdi. Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'miladigan qabrini barpo qildi. Ondan Allah uni xohlagan vaqtda terildirdi. Hergiz undaq emas. Ya'ni bu kafir inson takabburligidan yansun. U Allah'ның buyurganlarını beca keltirmedi. Bu kafir insan özünün yemekliklerine ibret nezri bilen qarasın. Biz bulutdan zor miqdarda yağmur yağdırdık. Andın zeminni onundan ösümliklerini çıkırış bilen yardık. Sizlerinin ve hayvanlarınlarının menfaatleniş üçün zeminde açlıklarını, üzümni, ot yaşlarını, zeytunni, xormini, daraxtlar qo'yiq bağcılarını, türlük meyvelerini, ot çöplerini östürdük. Ölgenden keyin terilishini inkar qilguvchilarga berilgan raddiya to'g'risida. Allah Teala qiyomat kuni insonlarning qayta terilishini inkar qilguvchilarni, insonlarning qayta terilishini inkar qilguvchilarni ayblab mundaq dedi. İnsonga la'nat bo'lsinki, u ajab kafir bo'ldi. İnsonga la'nat bo'lsinki, bu hech qanday asossiz, balki qiyomatning bo'lishini yiroq sanaganligi va qiyomat haqida bir narsa bilmaganligi uchunla qiyomatni inkar qilgan bütün insonlarga umumiy bo'lgan la'natdir. U ajab kafir bo'ldi. İbn Jurayj bu oyatning ma'nosi onun kafirligi ajab qattiq bo'ldi deganlik bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi u ajab Allah Teala'nın rahmetinden uzaklaştırıldı deganlik bo'ladi dedi. Ondan Allah Teala insonlarni oddiy bir narsadan qandoq yaratganligini va o'zining ularni xuddi burun yaratishga qodir bo'lganidek qayta terildirishga qodir ekanligini bayon qilib mundaq dedi. Allah uni nimadan yaratdi? Allah uni abi manidan yaratdi. U to'liq yaratilib bo'lguncha Allah uni bir qancha bosqichlarga bo'lib paydan-pay yaratdi. Ya'ni Allah Teala uni yaratib, uning ajlini, rizqini, qiladigan ishlarini badbaxt yoki baxtlik odam bo'lishini putib etdi. La havla va la quvvata illa billah. Ondan uningga mağar yo'lini osonlashtirib berdi. Bu ayetning ma'nosi haqida Avfi ibn Abbasning ondan Allah Teala uningga uning onasining qo'sig'idan chiqishini osonlashtirib berdi deganligini rivoyat qildi. Bu ayetning ma'nosi haqida Ikrima, Zahhak, Abu Solih, Qatada va Suddi qatorliqlarmi shundaq dedi. Ibn Jarir bu ma'noga to'g'ri deb baho berdi. Mujahid bu ayetning ma'nosi Allah Teala'nın shubhisizki uningga biz payg'ambar avatish bilan yaxshi yomon yo'lni ko'rsatdik. U mu'min bo'lib yaxshi yo'lda menib Allohning ne'matiga shukr qilg'uchidir. Yoki fojir bo'lib yomon yo'lda menib kufrlik qilg'uchidir degan oyatning ma'nosiga o'xshab ketadi dedi. Ya'ni oyatning ma'nosi biz insonning nima ish qilishini payg'ambar avatish bilan ochiq ro'shan bayon qilib berdik va qilmoqchi bo'lgan ishi uningga osonlashtirib, berdik deganlik bo'ladi. Hasan va Ibn Zayd qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosi shundoq bo'ladi dedi. Oyatga berilgan bu ma'no uningga berilgan ilgiriki ma'noga qaraganda kuchlidir. To'g'risini Allah subhanahu va taolo bilgichidir. Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'miladigan qabrni barpo qildi. Ya'ni Allah Teala insonni yaratgandan keyin uni vafot qildirdi.
va qabrga ko'miladigan qildi. Ondan Alloh uni xohlagan vaqtda terildirdi. Ya'ni Alloh taolo insonni o'ltirgandan keyin qayta terildirdi. İmam Buxoriy va Muslim bunda hadis rivoyat qildi. İnsanning hamma yerlari chirib ketib, faqat umurtqa so'ngila chirmay qoladi. İnsan shu so'ngakdan qayta yaratiladi va qurashtirilishi uningdan boshlanadi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Hergiz undaq emas. Ya'ni bu kafir insan takabburligidan yansin. U Allah'ın buyurganlarını beca keltirmedi. İbn Cerir bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. İş bu kafirning men üstümdeki ve mal mülkümdeki Allah Teala'nın hakkını ada qildim degindek emas. Çünkü Allah Teala Rabbi onunğa farz qilgan narsalarni u Rabbiga ada qilmadi dedi. İbn Kathir mundaq deydi. Allah Teala 5-deki ayette ondan Allah onu xohlagan vaqtda terildirdi deb, ondan hergiz undaq emas. Yani bu kafir insan takabburligidan yansin. U Allah'ın buyruqlarini beca keltirmedi dedi. Men bu iki ayetni bir-biriga ma'no jihatdan bog'lab, bu oyatlarning ma'nolarini agar Alloh taolo insonlarni dunyoga chiqarmayla oxiratda ularga tayyorlagan hayotga elib ketishni xohlasa, shunda qilgan bo'ladi. Lekin Alloh taolo dunyoga yaratildi deb yezib etgan insonlarning soni tugimigacha va dunyoning muddati tugimigacha Alloh taolo hargiz unda qilmaydi. Allah Teala takdirdimi ve ameliyetdimi insanlarni dunyoga kelishga buyurdi. Allah Teala'nın dunyoga munchilik insonlar keladi ve dünyanın muddati muncha yil bo'ladi deb tutganlari tamomlangandan keyin Allah Teala insonlarni ularni burun qanday yaratgan bo'lsa, qayta shunday yaratadi deb tushunaman. Giyahlar ve başka narsalarning zimindan undirilganligi, o'lgandan keyin qayta terilishning bo'ladiganligining dalil paketi ekanligi to'g'risida. Bu kafir inson o'zining yemekliklariga ibrat nazar bilan qarasin. Ya'ni bu oyat Alloh taolaning bandalariga bergan ne'matlarni ularga bir askartishi bo'lib, quruq zimindan giyohlarni undirganligi orqali o'lib ketganlar qurib, chirib, tuproqqa arilishib ketgandan keyin bo'lsa-mu, ularni qayta terildirolmaydiganligiga dalil paket keltirganligidir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Biz bulutdan zo'r miqdorda yomg'ir yog'dirdik. Ya'ni ziminga osmondan yomg'ir yog'dirdik. Ondan ziminni uningdan o'simliklarni chiqarish bilan yordik. Ya'ni yomg'irni zimin ustida turg'izdik. Yomg'ir ziminning qat-qatlarigacha singib, hatto ziminga ko'milgan uruqlarning ichki qismiga kirdi. Shuning bilan uruq beqlanib, unib yer yuziga chiqdi. Sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun ziminda ochliqlarni, uzumni, o't yashlarni o'stirdik. Ya'ni ochliqlarni, uzumni va hayvonlar yeydigan o't cho'plarni o'stirdik. İbn Abbas, Qatada, Zahhak va Suddi qatorliqlar bu oyatning ma'nosining shundoq bo'lganligini bayon qildi. Zaytunni o'stirdik. Ya'ni zaytun hammaga tanishliq bo'lgan bir narsadir. Uning o'zimi va meyimi qari keladi. Uning meyini chiroqqa ishlatkilimi va tamoqqa ishlatkilimi bo'ladi. Xormini o'stirdik. Xormi bo'lsa, o'l yoki quruq yegil bo'ladigan meyvedir. Uni qaynatib yoki siqib sharbat qilib ishkilimi bo'ladi. Daraxtlar qo'yuq bog'chilarni o'stirdik.
Hasan ve Qatada bu ayetning ma'nosi xorma daraxtlari qo'yiq o'sgan esil bog'chilarni barpo qildik deganlik bo'ladi dedi. Türlük meyvelerni, ot çöplerini östürdük. İbn Abbas bu ayetning ma'nosi öl halıtıda yiyiladigan meyvelerini ve hayvanlar yeydigan ot çöplerini östürdük deganlik bo'ladi dedi. Abu Ubayd, Qasim ibn Salam, İbrahim ibn Taymi'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Bu ayetning ma'nosining qandoq bo'ladiganligi haqida Abu Bakr radhiyallohu anhudan sual so'ralgan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bunun javoban, agar men bilmay turib Qur'onning oyatlarining ma'nosi haqida bir narsa desam, qaysi osmon menga soy tashlaydi? Ya'ni qaysi osmon meni qo'yniga oladi? Va meni qaysi zamin ko'tardi dedi. İbn Jarir Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu bu surani o'qib, Alloh taolaning turli meyvelerini, ot çöplerini o'stirdik degan oyati kelganda, biz meyvelerning qandoq narsa ekanligini bildik. Ot çöp degan qandoq narsadir deb bo'lib, o'z-o'ziga: "Ey Hattabning o'g'li Umar, o'zingga voy. Haqiqatan bu muhim emas ishlarga o'zini ufratganlik" dedi. Bu asarni boshqalarmu Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qildi. Umar radhiyallohu anhu so'ragan bu savoli orqali u ot çöpning shaklini, uning tipini va uning qaysi ot ekanligini aniq bilmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lmaydigan bo'lsa, Alloh taolo sizlarning va hayvonlaringlarning manfaatlanishi uchun zaminda ochliqlarni, üzümni, ot yaşlarni, zeytunni, xormini, daraxtları qo'yiq bog'chilarni o'stirdik degan oyatlarning hammasida zamindan o'stirilgan narsalarni bayon qilib kelgan bo'g'achqa, uning turli meyvelarni, ot çöplerini o'stirdik degan oyatini o'qigan kishimi uning zamindan o'stirilgan bir o'simlik ekanligini albatta biladi. Alloh taolaning shu narsalarni o'stirib berishi qiyomat kuniga qadar bu dunyoda yaratiladigan insonlar va hayvonlarning foydalanishi uchundir. Qiyomatning quloqni gaz qiyg'idek qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xo'shal xo'ramliq yig'ib turdi. Yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan, qordab ketgan bo'ladi. Bular bo'lsa kofirlardir, fojirlardir. Kishilarning qiyomat kunida hatto urug' chiqqanlaridanmi qochadiganlik to'g'risida. Qiyomatning quloqni gaz qiyg'idek qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. Ya'ni kishi u kunda urug' chiqqanlarini ko'rib, ulardan qochadi va ulardan yiroq turdi. Chunki u kundagi qo'rqinch ahvol nihoyat ig'irdir. Imom Muslim shafaat haqida rivoyat qilgan hadisda irodalik payg'ambarlardan Alloh taolaning oldida kishilarga shafaat qilishi talab qilinganda, ularning o'zim men bugun Alloh taoladan faqat o'zimni qutuldirib qilishni tilayman deydiganligini. Hatta Maryamning o'g'li Isa alayhissalomning men bugun Alloh taoladan faqat o'zimni qutuldirib qilishni tilayman va meni tuqqan onam Maryam haqidami bir narsa deyolmayman deydiganligini rivoyat qildi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Şuna Allah Teala mundaq dedi.
u kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. Qatada shu kundagi qo'rqinishning ig'irligidan eng yaqin do'stmi do'stidan va eng yaqin tuqqanmi tuqqanidan qochib ketadi dedi. La ilaha illalloh. Muhammadur Rasululloh. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarshi shu holi yor bermaydi. Ya'ni u kunda hamma odam o'zining holi bilan bo'lib, boshqalarga qariy olmaydi. İbn Abu Hatem İbn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom sizlar qiyomat kuni to'planish maydoniga yalang oyoq, yalang'och, piyodalik va xatnisiz holatda yig'ilasizlar dedi. Payg'ambar alayhisalomning ayoli: "Ey Allohning payg'ambari, undaq bo'lsa kishilar bir-birining uyatlik yerini ko'rib qolmamdi" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarshi shu holi yor bermaydi yoki boshqalarga qarig'idek holi bo'lmaydi" dedi. İbn Abbas mundaq bir hadis rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom: "Sizlar qiyomat kuni to'planish maydoniga yalang oyoq, yalang'och va xatnisiz holatda to'plansizlar" dedi. Bir ayol: "Undaq bo'lsa, biz bir-birlarimizning uyatlik yerini ko'rib qolmaymizmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey falon ayol, u kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarshi shu holi yor bermaydi" dedi. Jannatiylar bilan davzixiylarning qiyomat kunida yuzlarining qandoq bo'ladiganligi to'g'risida. Qiyomat kuni kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bo'lsa yuzlaridan nur, kulki to'kilib va dillaridagi xushalliqi yuzlarida ifodalanib, yuzlaridan xushal xuramliqi yig'ib turadigan kishilar bo'lib, bular jannatiylardir. Bu turdagi kishilar Alloh taolaning u kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xushal xuramliq yig'ib turdi degan oyatida bayon qilindi. Yana bir turdagi kishilar bo'lsa, davzixiy bo'lgan kishilar bo'lib, Alloh taolo ularni bu oyatida bayon qilib mundaq dedi. Yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan, qordab ketgan bo'ladi. İbn Abbas Alloh taolaning qordab ketgan bo'ladi degan oyatning ma'nosi ular qorliqi qoplab olgan yuzlardir deganlik bo'ladi dedi. Bular bo'lsa kafirlardir, fojirlardir. Ya'ni ular bo'lsa dillari iymon etmagan va qilmishlari islomga to'g'ri kelmagan kishilardir. Ular bo'lsa xuddi Alloh taolo ularning topgan bollarimi faqat fojir, kafir bo'ladi degan oyatda bayon qilgan kishilarga o'xshashdir. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Abasaning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Takvir tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.